Farzandlarida autist, ras yoki ZPR shunga o'xshagan diagnozi bor ota-onalar e'tibor bilan kuzatingizlar videoyimni. Bilasizlar, men ham farzandim aytyapman, endi aytyapman, 2 yildan beri shu masala bo'yicha kurashib kelayotgan oddiy bir ayolman. Moskvada, to'q qarasalaringiz, Xitoyda shu masala bo'yicha yuribman. Endi men juda ko'p Instagramda videolar ko'ryapman. Toshkentga juda ko'p, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiyadan juda ko'p odamlar bolalarini olib kelib zo'r rezultat olyapti. Shuning uchun men ham keldim. Hali men vrachimni topmadim. Hali yuragimdagi o'sha vrachni topmadim. Instagramdagi populyarniy bloger bo'lib ketgan vrachlarga telefon qilib, amallab menejeriga tushyapman yoki poliklinikasiga boryapman. Nima deyishyapti? Agar очередga yozilish uchun hali очередga turishim kerak ekan. Xo'p, очередim keldi 1-may, 2-may. O'sha vrachda очередga yozilsam, avgust oxiri, sentyabr, oktyabr, mana shunday paytga mana очередim kelar ekan. Agar 10 mingtaga yaqin подписчиги bo'ladigan bo'lsa, mayda oxiriga очередим kelar ekan, u vrachga yozilgandan keyin. Tasavvur qilyapsizlarmi? Men unday vrachlarga boykot e'lon qilaman. Menga oddiy, mana shunaqa vrachlar bilan 9 yil 9 kun 9 soat o'qigan, больницада o'sha nimada, universitetda o'qigan o'sha oddiy vrach, internetga vaqti yo'q, Google'da amallab uni topib, yulduzlarni o'qib, o'zini o'qiydigan oddiy vrach kerak. Menga bloger vrach kerakmaydi. O'zim blogerligim yetadi. O'zi diplomim bo'lganda hech qachon men bloger bo'laman deb o'ylamasdim. Diplomim yo'q, oddiygina odam bo'lganim uchun blogerlik qilib, amallab tirikchilik qilayotgan bir oddiy ayolman. Men o'ylaymanki, vrachlar vrachligini qilib, eshigini tagiga очередь turib 20 ta odam amallab kirsak, o'sha haqiqiy vrach. Meni o'sha fikrim. Sababi buncha очередь turadigan bo'lsa, xo'p, 3 oyda очередim keldi. O'sha vrachga bordim, Dunyobegimni olib bordim. Olib borsam, u privet paka qilib yarim soat, 1 soat qaradi bolamni. Menga analiz yozib berdi, diagnoz yozib berdi. Xo'p, diagnoz yozib bera olmaydi. U menga rezultat uchun analizga yozib beradi. Analiz topshirib turib, yana 3 oydan keyin shu vrachga priyomga boramanmi? 3 oydan boradigan bo'lsam, farzandim umridan shuncha vaqt o'g'latib qo'yamanmi? Menga unday vrach kerakmaydi. Men bugun hammasidan atestatsiya qilaman. Menga oddiy vrach. O'sha kimga bordim, videolarni qo'yib boraman. Oddiy haqiqiy vrach kerak. Xo'p, Instagramda bo'lsa ham, xo'p, videosi bo'lsin. Hozir bu juda ham muhim. Xo'p, lekin 3 oy emas, eshiging tagida 1 haftada хотя бы shu vrachga biz kirishimiz kerak. Keyin yana повторно yana 1 haftada kirsak, o'sha haqiqiy vrach deb bilaman. O'zidan zizda yoqib olgan, populyarniy unaqa vrach kerakmaydi. Sababi hozir ko'p o'sha unaqa vrachlar patsientlar bilan gaplashyapman, oldingidaqa emas deyapti. Chunki uni auditoriyasi katta bo'lib ketdi, patsienti ko'payib ketdi, oldingidaqa javobgarlik emas deyapti. Ba'zi birlari o'sha shunday qilib patsientlar aytib qo'yyapti. Men noma'nom hech kimga ayta olmayman, chunki hammasiga bittadan kirib chiqmadim. Paka men prosta bu meni fikrim. O'zlaringiz ham o'ylanib ko'rsa, bolalaringiz 3 oyda olib bordilaringiz. Undan nima to'liq? Nima to'liq? Любой payti diagnozini qo'yib, любой payti konsultatsiya qila olmasangiz, pulini berib turib shuncha paytda kirsangiz, bunaqa bloger vrach menga kerakmaydi deb shu xulosaga keldim.